Aka, kim bor? deb chaqirib kiradigan darvoza vasf akalar MDF eshik, original MDF eshik bo'ladi. Juda ham sifatli holatda chiqdi. Arixiy rangda, 5 ko'z elegantli fasonda, oynali fasonda bo'ldi. Oynalari bilan qo'yib tayyorlab qo'ydik. Tepasiga endi qo'yamiz stonovkadan keyin. Xo'p, germetikalab, besimli qilib mana qo'yildi. Bu yodoviy gulli oyna, qalampir gulli. Rezinkalarni protsvet qilib tayyorlab qo'yganmiz. Akalar bitta eshik, bitta orom zakaz bo'lgan. Farg'ona, Marg'ilon, Qumtepaga juda ham sifatli holatda chiqdi. Zamoylari ham o'zgacha uslubda qo'yildi. Xo'p, uchtadan oshiq mashqlari bor. Mana orqa tomonda ko'rishingiz mumkin. Kimga yana qanaqa faso ranglar zal bo'lsa, bemalol tiniq eshiklar zal bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu arzon eshiklar bor, hech qaysi solishtirmaysizlar. Original MDF eshiklar bizda faqat arzonlari bo'lmaydi. Uzoq yillar xizmat qiladigan sifatli eshiklar bo'ladi akalar. Xo'p, bu Instagram kanalimiz a'zo bo'lib qo'yasizlar. Telefon raqamimiz mana Telegram, WhatsApp, imo ishlab turibdi. Yana kataloglar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Sifatli holatda tayyorlab o'rnatib beramiz. Korishniy rangda, maloshniy rangda, to'q seri rangda. Xo'p, bu korishniy rang emas, bu nima? Oq rang bo'ladi. Krashin eshik bo'ladi. Bu original eshiklar akalar. Bu ham mana taroqli fasondagisi krashin eshiklar bular ham. Pillalari ham ko'chmaydigandan yaxshisidan bitirib, stonovkalarni qilib beryapmiz. Eshigimiz narxi yonidagi nimasi bor? F fasonda deyiladi. Ikki yonda derazasi bor. O'shalari bilan bo'lgan holatda 3 million bo'ldi. Stonovkalar bilan betida nalishniklar bo'ladi, tepada koronalar bilan bo'ladi. Stonovkalardan keyin videolarni joylab boramiz akalar. Kuzatishda davom etasizlar. Sifatli MDF eshik romlarni sizlarga yoritib borishda davom etamiz akalar. Sog' bo'linglar.